Odam bo'lish qiyin. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov qalamiga mansub roman hisoblanadi. Asar adibning ilk romani bo'lib, 1969-yilda yozilgan. Bu romanda hayotning haqiqatga to'la nafasi ufurib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi e'tiborga loyiq. Bu asarning bosh qahramonlari Abdulla va Gulchehra. Bu ikki yosh ahd paymoni. Gulchehraning Abdullaga bergan va'dasida turib, uni kutganligi, unga, uning sevgisiga sodiq qolganligi. Aksincha, Abdulla unga bergan va'dalarini unutib, mansab, shon-shuhrat ortidan quvganligi asar tilining asosiy mazmuni hisoblanadi. Asarda turli taqdirlarning shirin va achchiq hayot yo'llari ham hikoya qilinadi. Gulchehra soddagina qishloq qizi bo'lishiga qaramay, juda bilimli va qobiliyatli qiz timsolida gavdalanadi. Uning boshiga tushgan mushkul ishlar esa har qanday odamni esankiratib qo'yishi tabiiy hol albatta. Asar nihoyasi esa juda ayanchli voqealar bilan yakun topadi. Asar nihoyasida Gulchehra bu yorug' olamni tark etadi. Xulosa qilib aytganda, o'qib olim bo'lish osondir, lekin odam bo'lish naqadar mushkul ekanligini asar davomida yozuvchimiz yaqqol ko'rsatib bera olgan deb o'ylayman. Aziz kitobxonlar, bir marotaba bo'lsa ham sizlarga Odam bo'lish qiyin asarini o'qishingizni tavsiya qilaman.